Akvamarin mahsulotidan ishlatib ko'rdinglarmi? Agar ishlatib ko'rmagan bo'lsanglar, albatta ishlatib ko'ringlar. Agar sizlarning uyingizda bitta shu akvamarin mahsuloti bo'lsa bo'ldi, sizlarga hech qanaqa sredstva kerak emas ekan. Bular bilan men vidichkalarni ham, qozonlarimni, tavalarimni, hamma narsamni tozalab oldim. Qaynab turgan suvga 2-3 qoshiq akvamarindan solamiz va chirib bo'lgan idishlarimizni shunaqa qilib qaynatib olamiz. Akvamarinni qaynab turgan suvga solib bo'lsa, men devorlarimdagi dog'larimni ham top-toza qilib artib oldim. O'g'lim ruchka bilan devorga yozgan bitta-ikkita yozuvlar ham ketdi. Ko'rib turganingizdek, devorim ancha toza bo'lib qoldi. O'g'lim kir qo'li bilan ushab tashlagan divonimni ham birpasda tozalab yuvib oldim. Hamma dog'larni ketkazarkan. Divonim ustiga yopilgan adyolni ham qancha yuvsam ham dog'i ketmay qoluvdi. Akvamarindan solib, uni ham ustiga qaynab turgan suv sovurdim. Ko'pirib suvga hamma kirlarini chiqazib, top-toza bo'lib qoldi. Hamma dog'larini o'zim shunaqa qilib suvga chiqazib olgandan keyin bitta kir mashinada aylantirasiz va oppoq bo'lib qoladi. Siz ham olib albatta ishlatib ko'ring. Umuman afsuslanmadim.